Poklandi. Jismi pok, najosati yo'q. U ham bu ham, musulmon ham, nomusulmon ham. Lekin musulmon qaysi poklik bilan narga g'ayri dindan ajralib turadi? Tahorati bilan. Ya'ni jismoniy ma'noda. Tahorat pokligi yuzingizni yuvasiz. Yuzingizda kir yo'q, yuvasiz. Qo'lingiz oppoq, kir yo'q, yuvasiz. Nega? Yil chiqqan siz nopok hisoblangansiz. Ma'nan najosat bor. Ko'zga ko'rinmaydigan ma'nan najosat. Hadas, nopoklik. O'shani ketkizasiz. Nima bilan? Og'iz, burun, yuzni, qo'lni yuvib boshqa mahs tortasiz. Boshingizda chang bormi, yo'qmi, ahamiyat yo'q. Mahs tortasiz. O'sha bilan siz boshqa insonlar, musulmon bo'lmaganlar yetisha olmagan poklikka erishasiz. Endi sizga ibodat, demak namoz, ba'zi bir ibodatlar sizga endi ravo bo'ladi.